Qarshingizda avtobus выхлопной sistemasi Cummins dvigatelniki albatta. Xo'p, bu yoqda выхлопной truba motordan chiqayotgan kollektor orqali chiqyapti. Birinchi samovarga kiryapti. Bu yerda katalizator datchiklari, relelari aytdan keladi-da, keyin ikkinchi samovarga o'tadi. Chunki avtobusda joy yo'q bilasizlar. Shuning uchun ikkita samovarni bitta joyga joylashtirishga harakat qilingan va juda ham yaxshi yechim qilingan. Mana turib orqali mana chiqib ketaveradi. Bu ikkita gulishtirli samori tepa-past qilib o'sha tor joyga joylashtirilgan. Cummins motori hamda ZF avtomat korobkasi. Avtobus podushkada hozir yig'ilyapti. Kraskadan kuzib chiqqandan keyin hamma jihozlari qo'lda qo'yiladi. Qo'lda teriladi, ya'ni avtobus. Xromirованный disklar, GT balonlari, avtobus rangi chiroyli chiqayotgan ekan. Ichki ko'rinishi.